Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum qadrli ko'rganlar. Din va hayotlarning suhbat programmamizga xush keldinglar. Programmamizning navbatdagi bölümüde Ramazondagi oltin fursatlar degan tema to'xtalamiz. Men program riyosatchisi Abul Qosim Ahmadi. Programmaning aziz mehmoni ustoz Muhammad Yusuf bo'ladi. Qanday qilganda Ramazonni ma'nilik o'tkazgili bo'ladi? Qanday qilganda musibatni fursatga aylantirgili bo'ladi? Eng yaxshi vasila qaysi degan savollarga javob topish uchun ustoz Muhammad Yusuf Qarimni taklif qildik. Muhammad Yusuf Qarim programmamizga xush keldilar. Avval biz qanday qilganda Ramazonni ma'nilik o'tkazgili bo'ladi degan savolga javob bergan bo'lsalar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Seyyidina Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hammalardan Allah razı olsun. Şu fursatni berganlarga, şu fursatda xalqimizga bilgunimizni az to'la anlatishga sharoit berganlarga rahmat. Allohga shukrlar olsun. Qanday qilganda Ramazonni Allah razı olsun degan savolga kelsak, bu hammasi o'zimizga bog'liq ishkan. Endi Ramazon haqiqatan nihoyat ulug' oy. Ramazonda qilingan ibodatlar, qilingan yaxshi ishlar necha haslab yozildigan va Ramazon ibodat uchun, Qur'on o'qish uchun xos qilingan shakldagi shunday bir ulug' bir oy hamda. Endi bu oyni qadrini bilib, vaqtni ching tutib, mushundan foydalana olgan ve muşu ma'nilik o'tkazishga ko'ngil bilgan odam albatta planliq ish qilsa, haqiqatan ko'ngildagidek yaxshi ilib bora oladi. Ammo alqi beg'amlik bilan, kunning o'tishi bilan, kechalarning o'tishi bilan karomay ro'za tutdim, namoz o'qidim deb o'tib ketgan bilan bu Ramazon bir kiribla shundan nihoyat tez o'tib ketdi. Foydalanmay qolgan gap. Shunga hamda mushu oltindek fursat bor bizga. Ramazonda bularni burundan tortib hamda Payg'ambar alayhisolamning zamonidan tortib Ramazonda musulmonlar ibodatni bakroq qiladigan boshqa vaqtlardan bularni Qur'onni jiq o'qiydigan, tavba istig'forni jiq o'qiydigan, saxovatni jiq qiladigan ashunda. Endi bu yil kelgan Ramazon boshqacharoq keldi. Ikki dona fursat bilan keldi. Biri endi bu Ramazon ibodat oyi, biri hammadan asosan uyda o'tirish mecburi demeliş vakti. Anda oğanıken bu koş fırsat degan bo'ldi endi. Biri bu Ramazanның ulug'ligi, Ramazanның bir fursati, biri uyda o'tirish fursati. Endi bu fursatdan bu biz uchun shu oltindek fursat endi bu. Shuningdan foydalanish uchun hamma odam o'zi bilgancha program tuzib ish qilsa nihoyat yaxshi. Endi bizning aqlimizga kelgan, ko'nglimizga kelgan ishni tavsiya qilgimiz kelsa, ojiz aqlimiz bilan bu ay endi Kur'an-ı Kerim nazil buluşqa başlayan ay, onu hemimiz bilimiz ayna. Peygamber Aleyhisselam her yılı Ramazan'da Cibril Aleyhisselam bilen Kur'an'ı okuşup, tanışıp, ayna kılattı. Vefat olduğun yılı iki katım şunda tek okuğanlığı rivayet kılıngan ayna. Hem şunundan başlap Müslümanlar Ramazan'da taravih okuydu, Kur'an okuydu. Burunqi İmam-ı Şafii'den başlap katta ulamalarmı başka işlerini taşlap qap Ramazan'da fakat Kur'an'ını birilip aşında kılgan iken bu toğırda kattalarınki köp sözleri var. Mesela İbn Teymiye'ninki men bu şu Kur'an okuştan başka işe sarf kılgan vaqtimga içim ağrıvatıdı degan o'xshash masalan. Demak, endi Qur'on oyi. Bu Qur'on oyini endi qanday o'tkazamiz? Qur'on oyi bo'lgandan keyin bu Qur'on Ramazonda oila a'zolari bilan Qur'on o'qish, oqshimi tarovihda Qur'on o'qish va besimizga tingshish, yolg'iz o'qish, o'qchi o'qish, har xil shaklda Qur'on o'qish. Uningdan keyin Qur'on o'qish hamda Qur'on Kerim bizga ma'nosini bilib amal qilish uchun nozil bo'lgan kitob bo'lgandan keyin ulug'ligidan bu kitobning ma'nosini bilmasa shunda o'qisa, bir harf o'qisa 10 savob bo'ldi deb Payg'ambar alayhisalom va'da qilgan. Shunda ulug' hamda. Ammo asosliq maqsad o'qishni emas, amal qilish bo'lgandan keyin ma'nosini bilmasang amal qilib olmaydi. Shunga bu shu fursatdan foydalanib Qur'on Kerimning tarjimalari, Qur'on Kerimning tafsirlari aşularını köp o'qish endi. Fursat endi bu. Atdigandan boshlab o'qisak bo'ladi, bolalar bilan o'qib, navbatlashib o'qiylar, zirkib qolsak. Tafsir o'qish. Uningdan qolsa, tafsirdan qolsa,
hadisdan yodlash. Bularmi yodlashga shunday yaxshi fursat hamda oila a'zolari bilan yodlab, navbatli o'qishib yoki bunda mukofot taqitgan bunda ish qilibmi bolani ish qilib qiziqtirish uchun İmam Navaviyning 40 hadisini boshlasak bo'ldi masalan. O bitgandan keyin yana boshqa hadislardan boshlab, mushu Ramazon fursati bilan ham Qur'on Karimning ma'nosini bilib olgan, hem Qur'on Karimni o'qib tamom qilib olgan, hem bir qancha hadisni yodlab olgan bo'lamiz hamda. Mushu yani dinimizningki eng cho'ng ikki manbasining Qur'on bilan, Qur'onning ma'nosini bilish bilan va hem yodlash ba'zi surlarni, undan keyin bu bir qancha hadisni yodlash bilan ikki manbaga ko'ngil bilgan bo'lamiz. Undan keyin Ramazon bo'yicha mushu iftorda duo qilamiz, masalan, tarovih namozidan keyin va 5 vaqt namozdan keyin mushu duoga nihoyat bek ahamiyat berib, oilacha to'plashib duo qilib, ayna qilsak, ham duoga har vaqtda bizning ehtiyojimiz bor. Duo hem ibodat, hem Alloh taologa bo'lgan bizningki o'zimizningki munojoti. Dua bularmi mushu kunlarda, mushu virus dunyoni qoplab bizni tahdidga selayotgan mushunda vaqtlarda qo'limizdan kelgan bütün sabablarni qilish bilan birga Alloh taologa yolvurish, Alloh taologa duo qilishga hamma vaqtdan bakroq muhtoj biz hamda. Shunga duoni qo'ldan bermaslik. Uningdan keyin mushu Ramazon oyida hamda hamma odamningki turmush ahvoli o'xshash bo'lmaydi, qiyinchilikda qolgan qarindoshlar bo'ldi. Aşularını o'ylab qo'yib, mushu xayr saxovatni qo'limizdan kelgan yaxshilikni qilish. Endi xayr saxovat sadaqa desa, kishilarniki engida yanjuqda qolgan tangidan qutulish uchun 5 tanga, 10 tanga berib qo'y. Bu degan ish emas u. Yo'lda televatgan qarindalarga, masjidning oldidagilarga uning berganing foydasi yo'q endi. Asosli buni shu ishlayotgan, ishlab o'zi yetishtirolmayotgan biri o'qiyotganlarga eng haqli bo'lgan kishilar shu. Ammo ishlamay och qolgan odamlar och qilaversin, ishlamagandikin. Ish topolmaganlar boshqa hamda. Ammo ba'zi odamlar shunday kunab qoldiki, sadaqaga ishlamaydi. Uni har qancha yulsang yulguli bo'lmaydi. Biroq ishlaydi, ishlab turib oilasini qamdayolmay qolgan yoki o'qiyotgan, ishlashga fursati yo'q, endi o'qiyotgan, ilm tahsil qilyapti. Mayli qanday ilm tahsil qilsin, ilm tahsil qilayotganlarga xayr saxovat qilish hammadan yaxshiroq ayna. Uningdagi o'zimizning urug' tuqqanlarimiz orasidagi ojizlarga xayr saxovat qilish. Uningdan keyin qandaqla bir musulmonga qarata ko'nglimizda bir adovat, o'chmanlik, xafulishlar bo'lib qolgan bo'lsa, rozilashish. Agar u qarshi taraf rozi bo'lsin, bo'lmasin, biz tarafdan rozi bo'lib, men haqqimni halol qildim, qarindishim uchun men rozi bo'ldim deb pok qalb bilan Ramazonga kirish. Chunki biz boshqalarni kechirmay turib, Alloh taolodan bizni kechirishni qanday talab qila olamiz? Avval biz boshqalarni kechirib bo'lib, undan keyin ey Alloh, menmo insonlarning qilgan yomonlikni kechirdim, sen meningki yomonliklarimni, gunohlarimni kechirgin desak, mantiqli uyg'un duo bo'ldi hamda. Shunga o'xshash. Ramazon hamda boshdan oxir taqvolikni o'gitish, axloq o'gitish oy bo'lgandan keyin bu oyda qo'soqning ochliqi, ussizlik ba'zi vaqtda bular bu hozirgi vaqtda uydan taloqqa chiqmay o'tirishda ba'zi kishilarning psixikasi buzilish ahvoli yuz berishi mumkin. Bunda chaqda achchiqlash jiq yuz berib qolishi ehtimol. Shunga Ramazonda o'zimizni tutib olishni o'rganish uchun bir fursat hamda. Şuna Rasulullah alayda ta'kidlab buni Ramazonda sizlarga bekim yomonlik qilsimi, men ro'zadarman deb nim qilinglar deb ayda tavsiya qilgan edi. Demak, shu o'zimizni tutib olishni o'rganish Ramazon, axloq o'rganish yana. Undan keyin yana eng yaxshi bir fursat bu Ramazonda hamda kitob o'qish. Kitob o'qiganda Uyg'urcha o'zimizning tilga kitobni o'qisak, dinni o'rganish uchun boshqa til bilish shart emas hamda. İlla ki dinde bir alim buluş, çıkrak bir nas ögünüş için endi Arapçı ögünüşke muhtaç bolsak mı? Lekin özümüzün tilde, ballarımızga dinni özümüzden tilde ögersek, hem özümüzden tilini ögütümüzken, hem dinimizni ögütümüzken, iki tarafını ögütümüzken. Hem de başka tilini okuş, o başka hem de onu zaten okuydu hem de ona. Muşu işe bek köngül bilsek butken. Yani bizde muşda bir fıskı var, biz Uygurlarda özümüzni addi sanaytkan, başkalarını çoğun bildiğen, hem de özümüzden tildeki kitabını köz gelmeytkan işte var. Özümüzden tilde mi nayeti kıymetlik, nayeti yaxşı kitaplar var. Hazır bulab bir qancha 10 yılın içinde qarindoshlarninki tirishchanlik bilan chet ellardagi nihoyat yaxshi kitoblar o'tirib chiqiriliq, bolalarga xos kitoblar masalan
umumga xos masalan o'zimizning Uyg'urcha kitoblarini o'qisak ikki tarafdan foydalanamiz ekan. Biri o'zimizning dinni shuni o'rganamiz ekan, biri tilimizni bolalarımizga o'rgatgan bo'lamiz ekan hamda. Bu Ramazonni uningdan boshqa bizning aqlimizga kelganlari bu. Uningdan boshqa nurg'un odamning o'zining planlari bo'ldi, o'ziniki bizning deganlarimizdan boshqa bak yaxshi ketib qolgan bo'lishi mumkin. Yaxshi planlar bo'lishi mumkin. Rahmat bu gaplarni Fursat bilish to'g'risida aqlimizga kelganlar mushu deb davatimiz endi. ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Bu tarafda yaxshi eslatdilar. Bo'lib Qur'oni Karimning tarjimalarini faqat o'zidan o'qib boqmaydiganlar var. Ramazonda cho'qim Qur'oni Karimning bir tarjimalari bilan Allah bizga nimdavatdi, buni bilishga fursat endi bu Ramazonda. Shunga o'xshash sizlarni muhim taraflarni eslatdilar. Bu sadaqat qilish, xayr ihson qilib muhtojlarni yo'qlash, shunda biz hadislarni o'qish. Allah razı olsun. Hem biz vaqtni chang tutib, o'sha ikkinchi savolimizga o'tsek, qanday qilganda musibatni fursat aylantirib bo'ladi degan bir temada tushunib o'tgan bo'lsalar. Endi bu shu niyatga va ijobiylikqa qarayotgan ishganda, bu shu odam ijobiylik bilan har qanday ishni yaxshilik tarafga o'rgilib bo'ldi ekan. Niyat bilan, ya'ni odatdagi odatni niyat bilan ibodatga o'rgalaymiz ayna. Yaxshi yapgan. Bunga bizga nat ulgulik va menga shundoq bak menga bir yo'l ko'rsatuvchi bo'lib kelayotgan bir so'z Shayxul Islom Ibn Taymiyaniki o'zininki shu turma hayotini anglatib, mening turmaga tashlanganligim men uchun bir xilvat. Xilvat endi o'sha xilvatda Alloh taologa munojat qilib olaman, tafakkur qilaman, ishqilib o'zimning ruhiy uzuqini olaman endi. Yurtimdan qolanganligim men uchun sayohat. Ve bu turmada tatkan japalim men üçün riyazat. Bu riyazat, sayahat, xilvet degan hemmisi icabi faydalı işler. Ama o turmaga taşlanış bir musibet. Palanish bir musibet. Aş musibetten üzünün icabiliki arkalı muşu fursatlarını hatta nimetke aylandıgan hamda. Nimetke aylandıgan. Demek hamda insan biz niyet kılış arkalı icabilik bilen beşimizge kelgen her kandak bir yamanlıkni yaxshilikqa aylantiramiz. Har qanday bir qarang'ulikning bir kichikgina yuchuq tarafini ko'rib olib, shu yuchuqdan ish qilsak, ishimizni yaxshilab qolamiz ekan. Masalan, hamda fursatga aylantirish deganimiz nurg'unlarimiz necha yildan beri bir vaqtim bo'lsa, mushu tafsirni ya Ibn Kasirni, ya tafsiri Muyassarni boshdan oxir bir qancha o'qib chiqsam, yoki vaqtim yetgan bo'lsa, mushu Qur'on Karimni bir tercümesini baştan ahir menzil bilip çıkan bolsam, yoki mushu romanni bir o'qib chiqqan bolsam deyotgan nurg'un kishilar bor. Biz men aytdi shunda dedik mesela, vaqtim bo'lganda shunda qilatdim deb. Vaqtimiz bo'lmay dunyo halakchiligida ayda keleglik nurg'un ishlarda. Endi meni vaqt bo'ldi. Hem Ramazon ulug' oy, hem uyda o'ltirish, majburiy uyda o'tirish, talog'i chiqmaysan deb. Talog'i chiqmagandan keyin qanday qilish kerak? Eng yaxshi kitobdan yaxshi do'st yo'q endi. Oila a'zolari bilan birga kitob o'qish. Bay şu degan gapimizga yana shu keladi shu nimani musibatni fursatga aylantirish. Kitob o'qish fursatiga hamda talog'i chiqolmaslik nimasini kitob o'qish fursatiga aylantirish. Uningdan boshqa ko'nglimizda to'kib kelgan oilamdagi bolalarim bilan hamda bir plan tuzib, plan bilan o'tirib yaxshi bir ishlarni qilsam, yo shular bilan bir palani kitobni o'qib chiqsam, yo palani tilni o'rgansam, yoki bir ish qilsam, ya'ni nurg'un insonning aqlida hamda nurg'un planlar bor. Shu planlarni amalga oshirgan vaqtdan bunday bir fursat hamisha bo'lmasligi mumkin. Endi majburiy uyda o'tirib aytgan fursat hamisha bo'lmasligi mumkin. Endi biz umrimizga kelib hozir bu yil o'sha ish bo'ldi ayna. Shunga buni bir fursat deb bilsak, endi nurg'un ishlarni qilib o'tgan. Endi tarixga qarayotgan bo'lsak, nurg'un shu katta ishlar, katta inqiloblar, katta g'alabalar va nurg'un jildlik cho'ng kitoblar o'tirg'i chiqishda ayda bir musibat, bir qiyinchilik orqasidan chiqib ekan. Masalan, Imom Azamni o'ylayli, Imom Ahmad ibn Hanbalni o'ylayli, ulama shu qiyinchilikdan keyin shu turmaga tashlanib, shu qiyinchilikdan keyin shu mazhabniki shunda peshvolarga aylangan Said Qutb masalan shu tafsirni turmada yozib chiqqan tafsirlarniki
dünyadaki tefsirlerinin küzemde tefhimil Kur'an'ın yerimidin köprəkini mevdudiyimi aşağı turmada yazıp çıkıpken. Onunla başka körümün ulemalarının ki qiyinchilikda chiqqan gapim. Demak, endi mushu qiyinchilikni, mushu musibatni fursatga aylantirib desa, nurg'un bizning aqlimizga kelmagan, nurg'un bir foydalarga erishgili bo'ldi deb o'ylayman. Allah razı olsun. Bu taraftan yaxshi o'rgatdilar. Ana shu oxirgi bir savolimiz, eng yaxshi vasila qaysi degan bilan darsimizni oxirlashtirsak. Endi vasila, endi hammaga ma'lumki, vasila degan Allah Taala bilan bizning o'tirimizda bir narsani vasita qilib turib, Allah Taalaga ahvolimizni, munojatimizni aytish, endi ashuni shafi keltirib qilish, endi uni hammadan bildigan. Endi bu vasilaningki Allah Taala'nın ulug'ligini vasila qilish, Allah Taalaga bo'lgan iymonimizni vasila qilish, Allah Taalaning ism sifatlarini vasila qilish, ibodatlarimizni vasila qilish degan nurg'un endi buning ichida eng muhim bo'lgani, eng o'tkir bo'lgani, eng hammadek ishga yaratgan hamda Allah Taala'ning vahdaniyatini. Yunus alayhisalomning subhanaka la ilahe illa ente subhanaka inni kuntu minez zalimin. Senden başka hiçbir başka ilah yok. Ben üzem zulüm kıldım. Deb Allah Taala'nın vahdaniyatini vesile qilish. Onundan keyin özümüzün qilgan yaxshi amallardan Allah Taalaga yargıçılık qilgan bir işimizni, qilgan yaxshi amali jiq bo'ldi o mu'minning endi. Mesela ayda nayta qattiq zo'r qiyinchilikda bulab qolgan bekimga yordam qilganlik esidan chiqmaydi odamning masalan. Onundan keyin gunohninki ishkidan yenish, faqat Allohdan qo'rqib yenish deganga o'xshash. Endi ko'nglingdan chiqmoqchilik shunda xotir shunda bir amelimizni Allah Taalaga vesile qilish. Şuna bir her qanday bir mu'min odamning ayni Allah Taalaga 5-nji kun tushgan vaqtida vesile qilguchilik bir ameli bo'lish kerak ekan. Masalan, bankada pul qo'ygan odam nima ish qo'ydi? 5-nji kun kelgan chog'da xeylaman deb qo'ydi. Bankada pul qo'yganga o'xshash hamda uningdan bakroq muhim hamda Allah Taalaga shu vesile qilgudek o'zimiz ishongichlik bir amelimiz bo'lish kerak ekan hamda. Endi buningda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bir hadisi var yine hemimiz bölümümüz 3 kişi İsrail evlatlarından Beni İsrail'nin kavmide boğan işken 3 kişi bir yer gidip bağanda tağınınki yağmur yağıp gitken önkürge kirip alayla hem de yağmur toqtuq iştepini okusa bu önkürünün ağzı itilip kaldı. İtilip kalgandan keyin şunu olayışkanda çağrıklama şunu olan hemminla üzerinin Allah Taala kılgan bir yaxşı amelini bolsa şunu vesile qilib qo'yinglar degandan birisi hamda ota-onangizga hamisha qo'y beqib kelib, oqshimi ota-onangizga sut ichkizib o'tib, an yotibgan. Bir kuni kechrak kelibdi, qarasa ota-onangiz uxlab qolibdi. Endi uxlab qolganda ularni o'g'atsam, rohatsiz bo'lmasin, sutni tutib turib, o'g'in tong aytibdi. Shu chaq shunda tutib turibdi, uni ichkizibdi. Shundan keyin u deydi hamda, men mushuni sening roziliging uchun qilgandim, ey Allohim. Sen mushuni qabul qilgan bo'lsang, mushu roziliging uchun, mushu amalimni vasila qildim, bizga bir chiqish yo'li bergin degandan keyin azroq bir yo'chiq ochildi ekan. Undan keyin yana birisi vasila qilgan, men bir odam insonlarni ishiltatdim. Bir kuni hammasining ish haqqini berdim, birisi ish haqqini olmay ketib qoldi. Ama gidip kalkanki ben aşınınki iş hakkını onu mal ep koyup koyucu padişah iken yani mal ep koyup şu mal küpeytip koydum. Küpeytkendan keyin şunun ola bu nayte jiq bulab ketdi. Bir gün o keldi o kişi kelip meniki şu çağda hakkımni ber depti. Aşı tağdaki aşı nima? Qo'y, kala, qul Aşularning hammasi sening desam meni masxara qilyapsansa, aşağıda ishlagan pulimni haqqimni berdim dedi. Seni masxara qilmayman, sening shu haqqingni munda ko'paytib qo'ydim. Dedim, desam o odam bir nima qo'ymay hammani elib ketdi. Men shu qilgan ishim sening roziliking uchun qabul bo'lgan bo'lsa, mushuni vasilasidan bizga chiqish yo'li ber degandan o Tıgar içilip adam patmaydigan şekilde içildi ekan, biroq chiqolmaydi. Onun üçüncüsü Amina tağamninki bir qizi vardı, onu yaxshi ko'ratdim. Shuni olib bir yomon ish qilishni o'ylab, uningga bir kuni yalvarsam, unimi de, unimigandan keyin kunlar o'tib, uning boshına og'ir iqtisodiy bir krizis keldi. Shuni bilan uningga 120 dirham
120 ming mi ya 120 dirhem herhalde. Şunu berdim, verip onun için şunu yaman iş kılgı koptam. Şunu ben şu yaman işe temsilge vaktimde o dedi sen bu işini özünün yolu bilen halal yol bilen almasan bulmaydı bu amanetini dedi. Şunu olan bu bana tesir kılıp ona turup kettim. O altınımı berdim. Şunu da kopap kettim degendikim. Ve Allah sen bu şunu körüp durursan, bu şunu senin razılığın için kılgandım. Eğer şunu kabul kılgan bolsan bizni müşahidin çıkırıp etken deydiken şunu degan qardan chiqib ketdi. En yaxshi vesile meni. İnsanın aşı Allah için aynı kılgıdak, vesile kılgıdak, hakiki yarıgıdak, üzümü işengidek bir nimesi bolsa, üzümü bilüdendi ona. Yıllardan kimi aşın tilga alalaydı. Ama şuna deymem de, ben üzemden başlap, qarindaşlarımga, bütün bu şunu anlayan qarindaşlarımga tavsiye kılmam. Allah Taala'nın aldıda vesile kılgıdak, aynı katta, unutulmaz yaxşı bir emelimiz buluş gerek. Şununla tirişayla aynı kılışqa. Çok rahmet, Allah razı olsun. Vaqt etibarı bilen programımızı bir ahırlaştırırız. Көрерменlerimizninki ko'ngil qo'yib buning programmaga diqqatni berganlik uchun ko'p rahmat. Yana qaytib uchrash umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr va salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.